3 saraylık 2013'dan 7 yıllık maaşlı sınayda bütün Şincan ayını pişkirip verip ilgilendiğin bulan olmadı. Yaxşı oğlum, men hapiste. Ya ma o yani işler miydi ya başlaydı. Kuble vallahi kuble. Yezi bal. Uzat cidden. Akşamki sefer adıklarını çıkarıp bana ettikende bir aşkan kirip naştıqan bakçılık aşkanqa kirip naştıqanımız degen bilen yani özümüzün neslini yeyimiz. Ma görüp turvatkan sıyınlap qas bizden emas muş aşkan egisi bizge köngül qilgan seferimizde tonuşqa adam jiqaygan sire bizning seferimizga hikoyalarimiz texim sarxillashyapti. Degan korulda nayet ahmiyat ishlarni planlab qo'ydik. Koruldiki mana seferimiz bir kunlik bir seferimiz boshlandi. Degan biz sizlarni doyingda hammamizga tonishlik bo'lgan, nurg'on odamlar taniydigan 130 ming filsizba bir akımızdan qışıq etmandık. Yıllık görüşümüz vallahi. Bu qetimlik seferimiz biz o'ylagandan mı ahmiyatlik bo'lyapti. Az bo'lmagan ilg'or idealik esil akalarimiz bilan tanishdik. Ko'rib turayotgan oladek nayet kichik bir chiroydan kulib ketmaydigan bu akamiz bo'lsa, Korla shahridagi Abdukerim doktor. Kerimkan bilan bu Korla kelgan ekan doying orqali session qilib aloqalashgan. Gerçi tunji qitim ko'rishib tanishimiz bo'lsa-mu, biroq kon tanishlardek shunda qizg'in cho'nqir paranglashib ketdik. Çıkıştaki mesele köp kısmının yanında yönetim var yaptığım asasen çıkan ki kalbimizin ki vaktinde de şarayetler yoktu. Kerimkan bilan shunda yaxshi paranglashib, xo'shlashdik. Bu akamizmi bizniki qilayotgan ishlarimizdan hayot xo'sh bo'ldi. Yaxshi bo'lgan taklif fikrlarni berdi. Yani o'zi o'xshashimizda ilg'or odamdan tanishtirib qo'ydigan bo'ldi. Mush safarda his qilganim yoshlik degan nihoyatda bir qisqa bir vaqtga, mush yoshligimizda o'zimizning arzu armonlarimizga yetib olmasak, keyin fursat bo'lmaydigan o'xshaydi. Buldu farkım. Mayli biz nagli barayli mushda yaxshi niyat kishilardan ayrilmadik. Bu ish og'inimizdan loblarni tanishib qoldik. Bular bizniki qilayotgan ishlarimizni, planlarimizni anglab, bular nihoyat qoyil bo'ldi. Hamda bularning mushtaq bir planlarining baliqni biz bilan o'rtoqlashdik. Nurg'un narsa ikinchi plansilar o'ylik vallahi. Bularning bizni tutgan pozitsiyasidan ham Lotbar xalqiniki nihoyat mehmondo'stlikni his qilib oldik. Fursat bo'lsa Lopnar kelib o'ynab ketinglar. Bu yerda nihoyat peziyalar bor ekan. Lopnardagi og'aylarimiz bizni nihoyat yaxshi tilaklar bilan chiroyli uzitib qo'ydi. Sizlarga rahmat og'aylar. Mayna xo'p qoldi. Kash tamoq vaqtim bo'lib qopti. Biz Lopnarniki bir yeyisda tamoq tutish qilib ketdik. Bu safarimizda eng ko'ngilli ish nima bo'ldi sanlar, yana biz tamoq etgan vaqtimizda. Men og'aynam Ilzat Jidal tamoqni qiqas o'xshitdi degan emasman. Necha vaqtni ardishib ufmagan gap. Yangi yo'sada bir tamoq etdi bizga bu yerda. Yo'lda 10 kilolik go'sht magan bo'ldik. Biz hozir Fransiyaniki Farjubion Bilg'omamiyon degan yerga ma'lum qoldi. Qo'saqni abdan qilib astalib olgandan keyin Aqsuv Shinxon qarab yo'lib ketdik. Bu yerdan biz nihoyat esil bir akalarimiz bilan ko'rishga o'rlashib qo'ydik. Shinxonga mana saqsalamada kelib oldik. O'zimizning harakatchan karavotlarni qurashtirishga boshlab ketdik. Mush mashina desa bek azobliqdaydi. Amaliyotda bizning mashina yetib baqsanglar bilasizlar. Uyda yotgandan bir rahat. Bolalar mana chiroyli yetib oldik. Shunda payz rahat. Mashinalarimizni ichim shunda issiq to'k bilan to'klab chetavetdik, pachat qilib. Asirmanglar. Shunda yaxshi. Yatqandek netimiz. O'zimiz uyda yotgandek shunda illiq. Kelarki sanimizda hammalar tanishlik bo'lgan ko'chadagi mashina Abdukim kamga qishib boramiz. Diqqatinglar bizda olsun. Yurak berib saqlayishni unutib qolmanglar. Qatti.